Assalomu alaykum. Agrabank Atiba Andijon viloyati Sharxon filiali boshqaruvchi o'rinbosari Bek ofis boshlig'i Muxtorov Husniddinman. Bizni filialga Sharxon filialiga Dorlamon MFE biriktirilgan bo'lib, Dorlamon MFEda 45-kontur belgilab berilgan. 45-konturda 10,5 gektar yer maydoni ajratilgan. Ushbu ajratilgan maydonga lo'ya mahsuloti ekilgan bo'lib, boshqaruv tomonidan berilgan topshiriqlar a'lo darajada bajarilmoqda. Ushbu Sharxon filialiga ajratilgan ushbu yer maydoni haqida gapiradigan bo'lsam, ekinlar holati va parvarishi, bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Har hafta sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu oziqlantirilish natijasida hozir mana ko'rib turganingizdek, lo'yalarimiz juda ham yaxshi holatda, yerlar sug'orilgan. Har hafta bankimiz tomonidan nazorat qilib boriladi. Ushbu yer Sharxon filialiga biriktirilgan bo'lib, ushbu loyihadagi yer maydon 70 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi 15 gektardan yer maydon ajratilgan. Loyihalar samarali amalga oshirilmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerga lider tadbirkor biriktirilgan, korporativ firma ochilgan. Bu yerga hammasini a'zo qilib, ko'chir shartnomalar qilingan har bitta fuqaro bilan. Ushbu tadbirkorlar mahsulotlarini o'zi yetkazib beradi, o'zi qabul qilib oladi yetishtirilganda. Sharxon filialiga ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonnadan jami 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda yana 10 gektar ekin maydoni kengaytirish niyatimiz bor. Maqsadimiz nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lish uchun yer maydonlarini shunaqangi tashkil qilib, ishsiz aholini ish bilan band qilib ta'minlash rejalashtirilgan.